bor rahbarni ko'rmaymiz. Biz shunaqangi bir rahbar xohlaymiz, adovatli inson bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz aytib turgan gaplarga mutlaqo zid. Maktabga kirib kelishimda endi kiruyda turmaydigan shunaqangi haqoratlar qildi shu bugun. Uni tursam tushunishmayapti. Bizga adolatli rahbar kerak. Gapirdim, iltimos qildim, inobatga olishmayapti. Maktab jamoasi pedagogda tushunadigan yaxshi lider rahbar tayyorlab berishlarini so'raymiz. Ishlayni so'raymiz. Yangi o'quv yilini biz odilona rahbar bilan boshlashni xohlaymiz. Norozi bo'lganini bosim qilib bermasalaring ishdan ketasizlar yoki ularning sha'ni, qadr-qimmati davlat himoyasi. haqiqatdan bo'lgan bunaqa Pul yo'qmagan mendan. Pul yo'qmi? Hammamiz. Qancha aytdi? 640 parda bilan 600. Undan tashqari yil davomida yo'lga, kanalizatsiya to'g'irlashga bosim qilib bermasalaring ishdan ketasizlar yoki Hozir dars soatimizni ozgina berib qo'yib, masalan, menga 17-18 ta olardim yil doim. Men bu 15 soat dars olasizlar, qolgani vakanta deb boshqa zavodlarga olib bermoqchi. Rahbarimizni olib borib turgan ishlari, turgan siyosatlari muhtaram prezidentimiz aytib turgan gaplariga mutlaqo zid. Sharoitini tushuntirgan, eri nogironligi bo'lgan, yo bo'lmasam boquvchisini yo'qotgan xodimlarimiz meni sharoitimni tushuning iltimos sizdan deb kirib dars soatimni kamaytirmang degan gaplariga nisbatan men sizlar sharoitingni tushunishga majburmasman degan javob berishadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu maktab hududida bo'lib turgan noroziliklarga nisbatan qaysidir xodim kirib o'zini haqqini talab qilsa, o'sha xodim topshiriqlar berilayotgan gruppadan avtomatik rahbarimiz tomonidan chiqarib tashlanadi. Bu ikkinchisi. Keyin ana shu xodim albatta rahbar hamda yonlaridagi kotibalarini telefonlaridan blokka tushiriladi. Qanaqadir topshiriq bilan chiqmoqchi bo'lsangiz, u xodim hech qachon u telefonga tushalmaydi, u gruppadagi topshiriqlar ololmaydi. Shikoyat darajasiga yetkazganligi uchun hammamiz murojaat bilan chiqyapmiz. Bosim ostida qolib to'g'risi. Bunaqangi zulmkor rahbarni ko'rmaganman. Men 10 ta rahbar bo'lganman. Qo'qon neft kollejida ishladim 3 yillar davomida. 5 ta rahbar bo'ldim. Qo'qon universitetida ishladim. Lekin bunaqangi majida o'zini jamoasiga zulm o'zdirib, bosim o'zdiradigan rahbarni men ko'rmadim. Kichkina meni hurmat qilmaydi. Mana bir oy davomida asarlarim nima bo'lib, tayin bo'lib, mazam qochib qoldi. Bir oy men 3 darajali abroz bo'lib uyda yotdim. Marta yo telefon orqali yo bironta bir xulosada ishlaydigan mana nima boring, bir xabar oling, nima bo'ldi, nima qildi degan narsa bo'lmadi shu narsa. Shu vaqtda mobaynida mobaynda pul yig'ilgan, ya'ni remontga pul yig'ilgan. Hamma shu 300 mingdan, 650 mingdan shu rahbarni nimasi bo'yicha o'sha pul yig'ilgan. Men shu vaqtda bo'lmaganman, lekin 27-iyul kuni men ishga qaytdim. Ishga qaytganimdan davlat tazyiqosidaman. Sababi men pul bermaganim, har safar nima deydi, har kuni majlis bo'ladi. O'sha majlislarda mana Jabborova Nodira nima pul bermagan. Dars taqsimoti bo'ldi. Dars taqsimotida 16 soat dars berishdi menga. Bu bir andaqangi nima deydi, hech qaysi ramkaga to'g'ri kelmaydigan narsada shuncha yillar davomida bizda metod birlashma dars taqsimotini qiladi, rahbarga olib tushadi. Rahbar shuni tasdiqlaydi, lekin bu safar unaqangi bo'lmadi. Rahbar o'zim nima qilaman, ya'ni hammaga o'zlari o'z xohishlari bilan dars berishdi. Hamma o'sha rus tili o'qituvchilariga 16 soatdan dars berishdi va vakant 20 soatdagi darsga rus tilidan nima andaqangi o'qituvchi olaman deb shunaqa deyishdi. Keyin yana yangi kelgan vaqtlarida menda o'sha Dilmurodjon rahbarligi ostida endi yoshimni hisobga olgan holda menga birinchi etajdan shiftaxonacha berishgan edi. Vaqt kelganlaridan keyin dars o'tib turgan vaqtimda bostirib kirib, ya'ni nima deydi, ushating sinfga kechirasiz. Men dars jarayonida bunaqangi bo'lishi mumkin emas-da. Qonun qoida bo'yicha har qanaqangi nima bo'lsa darsdan keyin bo'ladi. Darsdan keyin kirib,
hukumatni shunaqangi bu nimaga sababi nima? Bu davlatning mulki, to'g'ri, hech kimdan qolmagan. Mendan keyin mana yoshlar turibdi, shuncha ish turibdi. Hali ishlashadi, ishlaymiz xudo xolasa. Gap qisqasi, biz shunaqangi bir rahbar xohlaymiz, adovatli inson bo'lsin. Ya'ni hammaga nima deydi, hammani hurmatini, e'tiborini qozonadigan inson bo'lishini xohlaymiz. Biz yana bir nimani aytmoqchiman. Yoshimiz katta, biz hammamiz rus tillarida, lekin men hali pensiyaga chiqqanim yo'q, pensiya yoshida emasman. Assalomu alaykum. Mana shu 12-yildan 12 yildan beri texnologik ishlayman. Toifam birinchi toifani o'qituvchiman. Aprel oyida malaka oshirishda 86 ball bilan tashakkurnoma olib kelgan o'qituvchiman. Mana shu rahbarimiz kelib, nechidir oy muqaddam xizmatlar qilib, 102 qilib, qanot o'raman deb tahdid qilib, dalillar yetarli bo'lmaganligi uchun u qizga huquq muhofaza qilish organlar ko'rib chiqib qo'yishdi. Dalillar yetarli bo'lmaganligi uchun menga qaysam berib, u qizga himoya orderi berishdi. Endi shu bugun ertalabki holatga keladigan bo'lsak, o'zi texnologiyadan robota texnika kursida o'qiyaptirdim. Mudirligimiz bilan hamkorlikda tashkil qilingan bu o'qishdan chaqirib olishdi. Kelasiz ekan, qandaydir komissiya ketdimi, kimdir ketdi, siz so'rashyapti deganiga telefon qilib kelib maktabga kirib kelishimda endi kuruyda turmaydigan shunaqangi haqoratlar qildi shu bugun. Uni ham audio yozuvlari bor. Haromi deb haqorat qildi. U uyimda yotgan onamga nisbatan juda ham qo'pol so'z bu. Uni men o'zi prokuraturaga yozib bugun 102 qildim. Arizamni olishdi. Hozir prokuraturaga borib, prokuraturaga ham yozib beraman. Chunki bu yaxshi emas-da, endi rahbarga yarashadigan ish emas-da bu ishlar. Yil boshidan ba'zi mana shu tazyiqda ishlayman-da. Mana shular qilyapti, shular hammasini. Mana u boshchiligida mana shuni boshchiligida asosan 15 sutkaga hali. Men o'sha paytda seni qamatmaganimga hozir pushaymon yeyapman. Bilasanmi, shunda qasddan qilgan eding. Sen qasddan qilib xonamga bostirib kirgan eding. So'nggi pushaymon o'zingga dushman bo'lyapti mana. Senga odamgarchilik qilganimiz yuzasidan. Kim biladi endi nima bo'lyapti, o'zi o'qishdan kelyapti, shunaqa gaplar eshitdim. Kollektiv bizni hozir urib haydadi mana rahbarga qarshi. Mana iflos ergashil davron deganini uyushtiryapti hammasini. Miting ko'taryapti maktabda. Videoga olim, nima haqqing bor edi videoga olishga? Majburiy mehnat, ikkita yurib qo'ygan o'tini gapirasanmi deb kechasi kunduzi mehnat qilding, vijdoning bormi? Zarracha vijdoning bormi? Vijdon bilan sendan katta masal o'ylab gapir. Yo'q, o'ylab gapiryapman men. O'ylab gapir, sendan katta. Kechasi bilan mehnatimizni qildik, vijdoning yo'q, zarracha vijdoning yo'q, insofsiz shunday Allohni ham bilmaysanmi? Sen bilding, ko'rdim. Ro'zani kunida ko'rdim. O'sha paytda sudga oshirmaylar deb yalinishdi, o'shani orqasidan seni ishingni sudga oshirmagan edim. Sen siramay gapir deyapman, kichkinasan, normalniy bu. Seni deb bo'lyapti hamma narsa, shunchalar bo'lyapti, menga bilyapsanmi? Alam qilsa o'zing pishirgan osh, o'zing pishirib yegan oshni yeysan. Endi sen pishirgan oshingni o'zing yeysan hali. Haqoratlar bilan ishlab kelyapti. Hech narsa qilolmayap turganligini sababi menga o'zimni fanimni yaxshi bilganim xolos. Toifam bir bo'lganligi, malaka oshirishim 86 ball 5 bo'lganligi, tashakkurnoma bilan kelganligim sabab bo'shatilmayapti xolos. Imkon bo'lsa bugun bo'shatsin. Kechagi kuni xonangni remont qilyapti, yo ishlash niyating yo'qmi deyapti. O'qishdagi odamga. Xonangiz remont qilinmaganmi? Hozir qilyapman, o'zim qilyapman. O'zingiz cho'ntagingizda. O'zimni cho'ntagim. Assalomu alaykum. Chaqirishyapti, xonani remont qilib bo'lganman. Faqat shkabin bu tomonga oldimizda tepadan boshqa o'rnik odam tushadi işte. O'qituvchimni chaqirib qildirdim. Keyin kecha kuni dars ishga qaytganim bo'lganiga senga 10 kun oldin muqtab ketgan. Nega rasmga chizmading deb. Xonani bo'shatib qo'yib urishib ketdim. Mazam qochib qoldi. Keyingi safar yana o'sha tekshiruvchilar kelganda rasm chizmabsiz turibdi. Shunaqa sharoit bor, bog'larsam. Shunday mazam qochib bilan skorilarda
hamma oldin mazam qolishib qoldi. Keyin mana darslarni 17 soat, 18 soat dars olardim. Bu yil 15 soat dars beraman sizga. Soatingiz vakantda qoladi deyapti. Keyin odamda haligi so'rashmaydi, haligi rahbarlikka noloyiqda bunaqa rahbarni umrim davomida ko'rmagan. Mayli biz yozda ham kelib qarashdik, rahbar bunga qiyin osolmaslik, yaxshilik bilishmas ekan. Biz o'zimiz maktabimiz uchun qildik hamma narsani. Lekin odamgarchiligi juda yaxshi emas ekan. Bizga boshqa yaxshi erkak direktor bo'lsa hammani tushunsa, oilaviy sharoitini tushunmayman. Mana misol uchun meni erim 2 yildan beri kasal yaqinda ishonmasangiz Garaskoyga borib tekshirtirib qo'yinglar. 60 millionga operatsiya qildik. Qog'ozlari ham turibdi. Endi mana yurishyapti. 2 yildan joyida bitta joyda yotadi. Boquvchi o'zim. Sharoitini tushuntirsam, tushunishmayapti. Bizga adolatli rahbar kerak. Adolatli rahbar Assalomu alaykum. Men shu 30-maktabda 14 yildan beri texnologiya fanidan dars beraman. Biz ta'tilga chiqmasimizdan oldin rahbarimiz menga qancha yordam bersalar, qo'llaridan kelgancha men ham sizlarga dars ishdan qaytganlaringda, ta'tildan qaytganlaringda yordam beraman deyishdi. Imkon darajasida oilaviy sharoitimga qaramasdan turib, remontga ham imkonim darajasida remontga pul berdim. Qancha berding? 500 ming pul berdim. Aktivniy zalda pardasiga deyishganda 100 ming unga bera olmadim. Chunki meni boquvchim yo'q. 10 yildan beri boquvchisiz yashayman. Meni mahalla o'rganib chiqib, oilaviy sharoitimni bilib menga subsidiya berishgan. Subsidiya uyimni boshqa to'lovini qilib berishgan, qolgan to'lovni o'zim ishlab to'layman. 3 ta farzandim bor. Bitta farzandim hali voyaga yetmagan, qizimni turmushga berganman. Endi o'g'lim bilan ishlagan oyligimiz, oilaviy sharoitimizga, uyimizni kreditiga yetmaydi. Men ustozdan telefonni iltimos qilib, birinchi yaxshi so'radim, iltimos qildim. Menga sinf rahbarlik bering dedim. Yo'q, 11-sinfni bitirgan o'qituvchiga qaror bor ekan, bilmayman u qaror qayerda ekan, sinf rahbarlik berilmaydi deyishdi. 11 yildan beri mana shu maktabda sinf rahbarlik faoliyatimni yuritib kelaman, lekin menga berishmadi. Menga muomalalari yaxshi emas, tazyiq ustida so'rashmaydilar ham, menga umuman men bilan gaplashmaydilar. O'shanga endi oilaviy sharoitimni gapirdim, iltimos qildim, nima inobatga olishmadi. Qaysi fandan dars berasiz? Texnologiya fanidan. Yetadimi yo yana gapiraymi? Assalomu alaykum. Murojaatimiz shundan iboratki, biz 30-maktab jamoasi shunday murojaat bilan chiqmoqchimizki, biz direktorimiz bizga nisbatan qo'pol deb aytganda o'sha nima deydi, bosim nimasida ishlayapmiz-da, shu kungacha endi mayli deb ishlab keldik. O'zimiz maktab uchun qildik, mayli ishlarni qilindi. Obodonlashtirish ishlariga qarashdik, qo'limizdan kelgancha, remontga qarashdik, qo'limizdan kelganicha. Bizda biz qadriyat kerak odamga. O'shandan keyin bizga hali sig'madikda, bu narsani hali nima qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz sizlardan iltimosimiz bor. Bizni mana shu yangi o'quv yilimizga yaxshi biz bilan oilamizgacha kiradigan yaxshi inson, bizni tushunadigan, mana shuncha xalqni, mana shuncha o'qituvchini, pedagogni tushunadigan yaxshi lider, rahbar tayyorlab berishlarini so'raymiz. Men qonuniy mehnat ta'tilida bo'lishimga qaramay, men direktorning shaxsan so'zlari telefon qilishga ofisga tushdi, remont pulini qachon olib berasiz deb so'radi. Telefon qilgan kuni chislolari, aniq dalillari bor menda va biz ofisga dalillar ham kelib, tinmay maktabda majburiy mehnatlarni bajardik. Mana shu videomizni ko'rsatgan muhtaralimi Farg'ona viloyati boshlig'i Dolimov domladan iltimos qilib shuni so'ragan bo'lardik. Hozirgi kunda mana yangi o'quv yiliga juda ham oz kun vaqt qoldi. Qo'qon miqyosidagi boshqa maktablar jamoasi yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rib turgan, darslarga tayyorgarlik ko'rib turgan, kurslarda o'z ustida ishlab turgan bir vaqtda bizning jamoamiz direktorning tazyiqi ostida kelib hali o'zini darsini yo bo'lmasam sinfini tashkillashga vaqti bo'lgani yo'q.
sizlardan iltimos, dars bo'lish taqsimoti hali shu darajada janjallarga sabab bo'lyapti. Hali o'zimizga bo'linmagan darslar qolib, yangi ishchilar olinyapti ustiga ustak. Sababini so'rab turgan xodimlarga xonangni remont qilmagansan, xonangni chizdirmagansan degan vachkorsorlar gapirilyapti. Hozirgi kunda iltimos sizlardan bizga odilona, sharoitimizni tushunadigan, adolatlik, bir odamgarchilikni biladigan, o'z ustida ishlashimizga yordam beradigan rahbar tayinlab berishlarini so'raymiz. Shu paytgacha mana bundan oldingi rahbarimiz Dilmurodjon domla bilan ham, Odinaxon ustoz bilan ham shunaqangi ta'ziyahga bormaganmiz. Ustozimiz bundan oldingi ishlagan maktablarda ham, 12-maktabda ham xuddi shunaqangi holatlar qilishgani uchun maktab xodimlari, 12-maktab xodimlari jamoasi ustoz bilan ishlamasliklari to'g'risida eshiklarni berkitib olib, murojaat bilan chiqishganligi haqida xabarimiz bor, videolar ko'rganmiz, lekin shundan ham ustoz xulosa chiqarmayaptilarda. O'sha 12-maktabda qilgan ishlarini 30-maktabga ham kelib davom ettirishyapti. Sizlardan qattiq iltimos qilamiz. Biz oddiy o'qituvchilarni ham tushunib, bizni oddiy o'qituvchilarni ham bir mehnatimizni ro'yobga chiqaradigan yangi rahbar berishligini so'raymiz. Yangi o'quv yilini biz odilona rahbar bilan boshlashni xohlaymiz. O'qituvchilarning sha'ni, qadr-qimmati davlat himoyasida deb keltirib berilgan. Maktab xizmatidami? Komplens qaysi etajda o'tiribdi yigitlar? Komplens. Tepada. A bilasizmi? Ketaversin.